Assalomu alaykum barchaga. Bugun Samsung kompaniyasidan 990 Pro M2 SSDsini notebookga qo'yishni o'rganamiz. Yangi upakovkadan ochildi mana. Уже o'rnatib bo'ldim. Ichidan zashitasi yaxshi. Mana ichida machalkasi bo'ladi. Mana bu joylashgan bo'ladi. Orqasida kitoblari bor mana. Qo'shimcha narsasi yo'q, faqat SSD ni o'zi. Bolt, shayba hech narsa chiqmaydi. Originali bu. Originalni ham bilish uchun mana bularda mana garantiya beriladi. Keyin o'zi maxsus programmasi bor. Vaqt bo'lsa uni ham qo'yib ko'rsatib beraman. Ishtirak kodlari bo'ladi. O'zi o'rnatib bo'lindi. Buni o'rnatganda buni ko'rmaydi birinchi. Buni Asus ROG Strix G15 modeliga o'rnatamiz. Qani ketdik. Mana o'rnatib oldik eson-omon. Ochib ichini. Birinchi kirganimizda ko'rmaydi. Kuygan yo boshqa narsadan qo'rqish kerak emas. Yoki notebookka kasali bormi deb qo'rqish kerak emas. Mana uning uchun pust tugmasini bosamiz. Управление diskamiga kiramiz. Xo'p. Mana birinchi qatorda turibdi. 1 terabaytli. Buni hozir ko'rmaydi, bu pustoy turibdi. Ochilmaganda hali. Sajdat qilish kerak, yaratish kerak. Sajdat bosamiz. Mister Sajdat просто там. Dalay tugmasini bosamiz. Bu yoqda mana hajmini tanlaymiz. O'zi oxirida turgan bo'ladi, polnistida turgan bo'ladi, to'liq holatda. Uni ham keyin 2 ga bo'lsangiz bo'ladi yoki o'ziga xohlagandek qilib. Menda misol uchun birinchi disk bor. Menga qo'shimcha disk bu. Uni dalay. Bu yerdan ism nima versiya bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda S disk, D disk, E disk, Z disk qilib shunaqa versiya bo'ladi. Mana shu eni o'zi menga ma'qul. O'zgartirsangiz bo'ladi. Dalay. Qolgan tugmalarga tegmaymiz. Готово. Mana. Buni xabar beryapti mana. Mana xudo xolisi ochildi. 931 megabayt. Hop, mana soстоянияsi Lextar 36 gradus, 89% ga tushib qoldi. Bu mana 31 gradus 100% holatda hali ishlatilmagan. Mana qadrdonlar. Hamma narsani yoqib ko'chirib qo'ysak bo'ladi. Shu kiramiz. Mana. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga salomat bo'linglar. Yana xudo xolisa foydali videolarni qo'yib olishga harakat qilamiz.